Hazrat Umarning o'g'illari Abdulloh bin Umar bir kun otalarining vafotlaridan keyin ko'chada turgan paytlarida huzurlariga bir notanish odam keldi. Ey Abdulloh, men sizni otangiz Hazrat Umarni tanirdim. Otangiz bilan suhbatda bo'lgan edim degan bir og'iz gap aytdilar. Shunda minib turgan markablaridan tushib, shu insonga hadiya qilib, ustilaridagi liboslarni yechib hadiya qilib, ko'zlarida yosh bilan bag'rlariga bosib, juda ham quyuq shu inson bilan ko'rishib xayrlashdilar. Atrofda turgan hamrohlari taajjub bilan: "Ey Abdulloh, ko'chadan bir notanish odam kelsa-yu, men otangni tanirdim degan bir og'iz so'zi uchun shuncha muruvvat qilasizmi?" deb savol qilishdi. Shunda Hazrati Abdulloh javob qilgan ekanlarki: "Men janob Rasulullohdan bir hadisni eshitgandim. Ota-onani vafotidan keyin ota-onani bilgan, ko'rgan qadrdonlarning duosini olgan. Ota qadrdon, ona qadrdonlarini qalbiga yo'l topa bilgan farzandni xulqidan qabrda yotgan ota-onaning ruhi shod bo'ladi" degan edilar. Shoyatki bugungi qilgan amalim tufayli qabrda yotgan otamning ruhi manfaat topsa deb javob qilgan ekanlar.